Bugun men juda muhim mavzuni ochiq va tushunarli qilib tushuntiraman. Pensiya indeksatsiyasi, pensiya jamg'armasi hisob kitoblarida uchrayotgan xatolar, odamlar nega kompul olayotgani va qaysi holatlarda qayta hisob kitob qilinib pul qaytarilishi mumkin. Bu ma'lumot har bir pensionerga, pensiyaga chiqishga yaqin turgan odamga, ota-onasi pensiya olayotgan farzandlarga va nogironlik yoki bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchilarga tegishli. Men sizga vahima tarqatish uchun emas, huquqingizni bilishingiz uchun gapiryapman. Chunki ko'p odamlar davlat o'zi hisoblab beradi, demak hammasi to'g'ri deb o'ylaydi. Amalda esa hujjat yetishmasligi, ish staji noto'g'ri kiritililishi, ish haqi ma'lumotlari to'liq olinmasligi, indeksatsiya noto'g'ri qo'llanishi yoki qayta hisoblash bo'yicha ariza berilmagani sababli odamlar yillar davomida kam pensiya olib yurishi mumkin. Shuning uchun hoziroq kanalga obuna bo'ling. Like bosing va videoni oxirigacha ko'ring. Chunki men bugun kimlar pulini qaytarib olishi mumkin, kimlar xavotirlanmasligi kerak, qayerga murojaat qilish kerak, qanday ariza yozish kerak va qaysi hujjatlarni yig'ish lozimligini bosqichma-bosqich tushuntiraman. Avvalo pensiya indeksatsiyasi nima ekanini oddiy tilda aytib beraman. Indeksatsiya bu pensiya miqdorini narx-navo oshishi, inflyatsiya, ish haqi va ijtimoiy to'lovlar o'zgarishiga qarab oshirib borish jarayoni. Ya'ni odam pensiyaga chiqqanda bir miqdor belgilanadi. Keyin vaqt o'tishi bilan davlat qarorlari asosida shu pensiya oshiriladi. Lekin muammo shundaki, pensiya oshirilganda hamma odamning pensiyasi bir xil tartibda oshmaydi. Kimning bazaviy pensiyasi yuqori bo'lsa, u boshqa miqdor oladi. Kimning staji kam kiritilgan bo'lsa, u kamroq oladi. Kimning oylik ma'lumoti noto'g'ri olingan bo'lsa, indeksatsiya ham noto'g'ri bazadan hisoblanadi. Ya'ni dastlabki hisob noto'g'ri bo'lsa, keyingi har bir oshirish ham noto'g'ri bo'lib ketadi. Oldin ko'p narsa qog'oz hujjatlarga bog'liq edi. Odam ishlagan korxona yopilgan bo'lishi mumkin. Arxivda ma'lumot topilmasligi mumkin. Mehnat daftarchasida muhr noaniq bo'lishi mumkin. Bunday holatda pensiya jamg'armasi ayrim davrlarni stajga qo'shmasligi yoki ish haqi bo'yicha to'liq ma'lumot olmasligi mumkin edi. Odam esa buni sezmasdi, chunki unga pensiyangi shuncha chiqdi deyishardi. U ham ishonib ketardi. Hozir esa ko'p ma'lumotlar elektron bazalar orqali tekshirilyapti. Soliq, bandlik, arxiv, mehnat daftarchasi, ish haqi, sug'urta badallari bo'yicha ma'lumotlar asta-sekin raqamlashtirilmoqda. Natijada oldin ko'rinmagan xatolar ham ochilyapti. Masalan, odam 1985 yildan 1990 yilgacha ishlagan, lekin bazada faqat 1907 yildan 1990 yilgacha ko'ringan. Yoki ayol bola parvarish ta'tilida bo'lgan, davrni stajga qo'shish mumkin bo'lgan, lekin hisobga olinmagan. Yoki pensioner pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlagan, ammo keyingi staj va daromad bo'yicha qayta hisoblash so'ralmagan. Men eng muhim narsani ta'kidlayman. Agar pensiya noto'g'ri hisoblangan bo'lsa, bu har doim ham kimdir ataylab aldayapti degani emas. Lekin natija pensioner uchun bir xil u kam pul oladi. Shuning uchun odam o'z huquqini bilmasa, xato yillar davomida davom etadi. Huquqini bilsa ariza beradi, tekshirtiradi, qayta hisoblatadi va ayrim hollarda oldingi davr uchun ham farq summasini qaytarib oladi. Birinchi toifa pensiyaga eski yillarda chiqqanlar. Masalan, 2005, 2015 yillarda pensiyaga chiqqan odamlar. O'sha paytda hamma ma'lumotlar elektron bazada bo'lmagan. Ish staji, mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomasi, korxona hujjatlari asosida kiritilgan. Agar bitta davr tushib qolgan bo'lsa, pensiya kam hisoblangan bo'lishi mumkin. Keyingi indeksatsiyalar esa shu kam pensiya ustidan qilinadi. Misol keltiraman. Farhod aka 2012 yilda yoshga doir pensiyaga chiqqan. Uning umumiy ish staji aslida 35 yil bo'lgan. Lekin hujjatlarda 30 yil tasdiqlangan. 4 yil staj hisobga olinmagan. Dastlab pensiyasi shartli aytaylik 900 ming so'm chiqishi kerak bo'lgan bo'lsa, keyin 20 ming so'm bo'lib belgilangan. Keyin yillar davomida indeksatsiyalar qilingan. Har safar oshish 20 ming so'mdan boshlangan. Agar to'g'ri baza 900 ming bo'lganda, bugungi pensiyasi sezilarli yuqori bo'lardi. Farq bir oyda 100 ming, 200 ming, ba'zan undan ham ko'p bo'lishi mumkin. Yiliga bu 1 million 200 mingdan 2 million 400 ming so'mgacha farq qiladi. Bir necha yilni hisoblasak, bu oddiy pensioner uchun juda katta pul. Ikkinchi toifa. Korxonasi yopilgan yoki nomi o'zgargan joylarda ishlaganlar. Masalan, sobiq zavodlar, kolxozlar, sovxozlar, tikuv fabrikalari, qurilish boshqarmalari, avtotransport korxonalari.
Bunday joylarda arxiv hujjatlari to'liq bo'lmasligi. Ish haqi vedomotlari yo'qolgan bo'lishi yoki xodimning familiyasi noto'g'ri yozilgan bo'lishi mumkin. Agar siz men u yerda ishlaganman, lekin pensiya hisobida ko'rinmayapti desangiz, qo'shimcha arxiv izlash kerak. 3-toifa. Ish haqi yuqori bo'lgan, lekin pensiya past chiqqan odamlar. Men amaliyotda ko'p ko'raman. Odam umr bo'yi yaxshi lavozimda ishlagan, ustama mukofot, qo'shimcha haq olgan, lekin pensiya oddiy minimal darajaga yaqin chiqadi. Bu holatda savol tug'iladi. Ish haqi ma'lumotlari to'g'ri olinganmi? Barcha daromadlar hisobga kirganmi? Pensiya hisoblashda eng qulay davr tanlanganmi? Ayrimlar buni bilmaydi. Pensiya miqdorida ish staji bilan birga ish haqi ham juda muhim. Agar ish haqi ma'lumoti noto'g'ri yoki past davrdan olingan bo'lsa, pensiya ham past chiqadi. 4-toifa ayollar, ayniqsa bola parvarishi bilan bog'liq davrlari bo'lganlar. Ayol mehnat faoliyati davomida bir necha marta dekretga chiqqan bo'lishi mumkin. Ayrim davrlar qonunchilik bo'yicha stajga qo'shilishi mumkin. Lekin hujjatlari tasdiqlanmagan bo'lsa, hisobga olinmay qoladi. Masalan, Malaka opa 28 yil ishlaganman deb o'ylaydi. Lekin pensiya hujjatida 24 yil ko'rsatilgan. Nega? Chunki bola parvarishi davrlari yoki ayrim ish joylari kiritilmagan. Natijada pensiya miqdori pasayadi. 5-toifa pensiyaga chiqqandan keyin ishlashda davom etganlar. Juda ko'p odamlar pensiyaga chiqadi, keyin yana 2 yil, 5 yil, 10 yil ishlaydi. Lekin hamma ham qayta hisoblash mumkinligini bilmaydi. Agar qonunchilikda belgilangan shartlar bajarilgan bo'lsa, qo'shimcha ish staji va to'langan badallar pensiya miqdoriga ta'sir qilishi mumkin. Bu yerda avtomatik va ariza asosida qayta hisoblash masalalari bor. Shuning uchun ishlagan pensioner o'z ma'lumotlarini albatta tekshirtirishi kerak. 6-toifa. Nogironlik pensiyasi yoki boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchilar. Bu yerda ham xatolar bo'lishi mumkin. Masalan, boquvchining ish staji to'liq hisobga olinmagan bo'lsa, oila oladigan pensiya kam chiqadi. Nogironlik pensiyasida esa guruh, ish staji sabab, tibbiy huquqiy ma'lumotlar va boshqa omillar to'g'ri kiritilishi kerak. Bitta noto'g'ri raqam butun hisobga ta'sir qiladi. Endi kimlar kamroq xavotirlanishi mumkin? Agar siz yaqinda pensiyaga chiqqan bo'lsangiz, barcha ish joylaringiz elektron mehnat daftarchasida to'liq ko'rinsa, ish haqi ma'lumotlaringiz soliq bazasida to'g'ri aks etgan bo'lsa, sizga pensiya tayinlanganda batafsil hisob-kitob varaqasi berilgan bo'lsa va siz uni tekshirib chiqqan bo'lsangiz, xavf nisbatan kamroq. Lekin kamroq degani umuman tekshirmaslik mumkin degani emas. Men har bir pensionerga kamida bir marta pensiya ishi bo'yicha to'liq ko'chirma olib, staj va oylik ma'lumotlarini solishtirishni maslahat beraman. Endi eng muhim nozik jihatlarga o'tamiz. Chunki odamlar ko'pincha aynan shu joylarda adashadi. Birinchi nozik jihat, indeksatsiya hamma xatoni avtomatik tuzatmaydi. Ko'pchilik o'ylaydi, pensiyalar oshirilsa, demak meniki ham to'g'rilanadi. Yo'q. Indeksatsiya mavjud pensiya miqdorini oshiradi. Agar mavjud miqdor boshidan noto'g'ri bo'lsa, indeksatsiya xatoni tuzatmaydi, balki o'sha noto'g'ri bazani davom ettiradi. Bu xuddi noto'g'ri poydevor ustiga uy qurishga o'xshaydi. Ustiga yangi qavat qo'shganingiz bilan poydevor baribir noto'g'ri qoladi. Ikkinchi nozik jihat, menga kam to'lashdi, demak hammasini 10 yil uchun qaytarib berishadi deb o'ylash ham har doim to'g'ri emas. Qayta hisoblash qaysi sabab bilan qilinayotganiga qarab, farq summasi qaysi davrdan to'lanishi belgilanishi mumkin. Agar xato davlat organi yoki hisob-kitobdagi noto'g'ri ma'lumot sabab yuzaga kelgan bo'lsa, bir tartib bo'lishi mumkin. Agar fuqaro hujjatni kech taqdim etgan bo'lsa, boshqa tartib bo'lishi mumkin. Shuning uchun har bir holat alohida tekshiriladi, lekin bu baribir bermaydi degani emas. Aksincha, ariza bermagan odam hech narsani tekshirtirmaydi. Ariza bergan odam esa huquqiy jarayonni boshlaydi. 3-nozik jihat, arxiv ma'lumotnomasi kuchli hujjat, lekin u to'g'ri rasmiylashtirilgan bo'lishi kerak. Unda korxona nomi, ishga qabul qilingan sana, bo'shatilgan sana lavozim, buyruq raqamlari, ish haqi ma'lumotlari bo'lsa juda yaxshi. Agar faqat falonchi bizda ishlagan degan umumiy xat bo'lsa, ayrim holatda yetarli bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun arxivdan ma'lumot so'raganda aniq so'rash kerak. Ish staji va ish haqi bo'yicha pensiya hisoblash uchun zarur ma'lumotnoma kerak deb yozish lozim. 4-nozik jihat, familiya, ism, otasining ismidagi bitta harf ham muammo keltirib chiqaradi. Masalan, hujjatda Karimova, boshqa joyda Karimova, yana bir joyda Karimova Muxira o'rniga Mahira deb yozilgan bo'lishi mumkin. Ayniqsa eski ruscha hujjatlarda transliteratsiya farqlari ko'p uchraydi.
Pensiya jamg'armasi bunday hujjatni darhol qabul qilmasligi mumkin. Bunday holatda qo'shimcha tasdiqlovchi hujjatlar, arxivdan aniqlashtirish, hatto zarurat bo'lsa sud orqali faktni belgilash kerak bo'ladi. 5-nozik jihat. Konvertda olingan oylik pensiya hisobiga kirmasligi mumkin. Agar odam rasmiy ravishda kam oylik ko'rsatilgan qolganini qo'lda olgan bo'lsa, pensiya hisobida rasmiy daromad ko'rinadi. Bu ochiq haqiqat. Shuning uchun yosh ishlayotgan odamlar ham buni tushunishi kerak. Bugun rasmiy oylikni kam ko'rsatish ertaga pensiyangizni kamaytiradi. Pensionerlar esa o'tgan davr bo'yicha rasmiy vedomostlar va arxiv ma'lumotlarida nima borligini tekshirish kerak. 6-nozik jihat, hamma qo'shimcha to'lovlar ham pensiya hisobiga kirmaydi. Ayrim to'lovlar ijtimoiy sug'urta yoki badal bazasiga kiritilgan bo'lsa, hisobga olinadi. Ayrim bir martalik kompensatsiyalar moddiy yordam yoki qonunda nazarda tutilmagan to'lovlar esa kirmasligi mumkin. Shuning uchun men ko'p pul olganman deyishning o'zi yetarli emas. Muhimi o'sha pullar rasmiy hisobda qanday aks etgan. 7-nozik jihat, pensiyaga chiqqandan keyin ishlagan davrni hamma bir xil tushunmaydi. Ba'zi pensionerlar men ishladim, demak avtomatik o'shish kerak edi deydi. Ba'zi hollarda ma'lumotlar avtomatik kelishi mumkin, lekin amalda bazalarda uzilish ish beruvchi hisobotni noto'g'ri topshirishi, stil yoki GSSHR bo'yicha xatolik bo'lishi mumkin. Shuning uchun men doim aytaman, ishlagan pensioner har yili yoki kamida bir necha yilda bir marta pensiya bo'limidan o'z ish staji va to'langan badallar aks etganini tekshirsin. 8-nozik jihat, minimal pensiya va ustamalar masalasi. Ayrim odamlarning asosiy pensiyasi past, lekin davlat minimal darajaga yetkazib qo'yadi yoki ustama beradi. Bunday holatda qayta hisoblash natijasida asosiy pensiya oshishi mumkin, lekin umumiy qo'lga tegadigan summa unchalik katta o'zgarmasligi ham mumkin. Bu odamni chalg'itadi. Masalan, asosiy pensiya 700 mingdan 800 mingga oshdi. Lekin oldin minimal darajaga yetkazish uchun berilgan qo'shimcha kamaydi. Natijada qo'lga olinadigan summa faqat 30 mingga oshdi. Bu noto'g'ri degani emas, lekin hisob kitobni tushunish kerak. 9-nozik jihat. Pensiya ishida siz ko'rmagan hujjatlar bo'lishi mumkin. Ko'p odamlar faqat mehnat daftarchasini biladi. Ammo pensiya ishida arizalar, hisob kitob jadvallari, stajni tasdiqlovchi ma'lumotnomalar, ish haqi ma'lumotlari, qaror nusxalari bo'ladi. Siz shularni ko'rmasangiz, nima hisobga olingan, nima tushib qolganini bilmaysiz. Shuning uchun og'zaki javob bilan cheklanmaslik kerak. Endi men aniq qadamlarni aytaman. Daftar qalam olib yozib oling yoki videoni saqlab qo'ying. Birinchi qadam, pensiya miqdori bo'yicha tushuntirish va hisob kitob so'rang. Yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga boring yoki mavjud elektron xizmatlar orqali murojaat qiling. Menga tayinlangan pensiya bo'yicha staj, ish haqi va indeksatsiyalar hisob kitobini tushuntirib berishingizni so'rayman deb yozma ariza bering. Og'zaki so'rash yetarli emas. Yozma ariza bo'lsa, sizda iz qoladi. Ikkinchi qadam, mehnat daftarchangizni va pensiya ishida hisobga olingan stajni solishtiring. Har bir ish joyini alohida yozing. Qaysi sanada ishga kirgansiz, qaysi sanada chiqqansiz, lavozimingiz nima bo'lgan, korxona nomi qanday bo'lgan. Keyin pensiya jamg'armasi hisobga olgan davrlar bilan taqqoslang. Agar biror davr yo'q bo'lsa, shu davr bo'yicha hujjat izlash kerak. 3-qadam, arxivga murojaat qiling. Agar korxona yopilgan bo'lsa, tuman yoki shahar arxiviga, viloyat arxiviga, idoraviy arxivga murojaat qilish kerak. Arizada shunday yozing. Pensiya qayta hisoblanishi uchun falon yildan falon yilgacha ishlagan davrim va ish haqi ma'lumotlarimni tasdiqlovchi arxiv ma'lumotnomasini berishingizni so'rayman. Agar korxona nomi o'zgargan bo'lsa, eski va yangi nomlarni ko'rsatishga harakat qiling. 4-qadam, shaxsiy hujjatlarni tayyorlang. Pasport yoki ID karta, GSSHR, mehnat daftarchasi, diplom, harbiy bilet, nikoh yoki familiya o'zgarganini tasdiqlovchi guvohnoma, bolalar tug'ilganlik guvohnomalari, arxiv ma'lumotnomalari, ish haqi ma'lumotlari, pensiya guvohnomasi, bular kerak bo'lishi mumkin. Ayniqsa ayollar familiyasi o'zgargan bo'lsa, nikoh guvohnomasi juda muhim. 5-qadam. Qayta hisoblash bo'yicha alohida ariza bering. Arizada aniq yozing. Mening pensiyamni qayta hisoblab chiqishingizni, ilgari hisob olinmagan ish staji va ish haqi ma'lumotlarini pensiya ishimga qo'shishingizni. Agarcha kam to'langan summa aniqlansa, qonunchilikda belgilangan tartibda farq summasini to'lab berishingizni so'rayman. Arizani 2 nusxada tayyorlang. Bittasini topshirasiz, ikkinchisiga qabul qilingan sana.
Kirim raqami va mas'ul xodim imzosini qo'ydirib olasiz. 6-qadam, javobni kuting, lekin jim turmang. Qonunchilikda murojaatlarni ko'rib chiqish muddatlari bor. Agar sizga vaqtida javob berilmasa, yuqori turuvchi pensiya jamg'armasi boshqarmasiga, tegishli vazirlik yoki idoraga, xalq qabulxonasiga yoki prokuratura organlariga murojaat qilishingiz mumkin. Lekin murojaat qilishda hissiyot bilan emas, hujjat bilan gapiring. Meni aldashdi deb yozishdan ko'ra, falon davr stajim hisobga olinmagan, falon arxiv ma'lumotnomasi ilova qilinmoqda, qayta hisoblashni so'rayman deb yozish kuchliroq. 7-qadam, agar rad javobi kelsa, sababini talab qiling. Rad etsa bo'lmaydi degan og'zaki gap bilan ketmang. Yozma rad javobida aynan qaysi hujjat yetishmayotgani, qaysi norma asosida rad etilgani ko'rsatilishi kerak. Shunda siz keyingi qadamni bilasiz. Qo'shimcha hujjat olib kelasizmi? Arxivdan aniqlashtirasizmi yoki sudga murojaat qilasizmi? 8-qadam, suddan qo'rqmang, lekin tayyor bo'ling. Ayrim holatlarda ish staji vaqtini sud orqali belgilashga to'g'ri keladi. Masalan, hujjatlar yo'qolgan, korxona tugatilgan, lekin guvohlar, eski buyruq nusxalari, kasaba uyushmasi hujjatlari, mukofot varaqalari yoki boshqa dalillar bor. Sud har bir holatni alohida ko'radi. Bu murakkab jarayon bo'lishi mumkin. Lekin ba'zan yagona yo'l shu bo'ladi. 9-qadam, farzandlar ota-onasiga yordam bersin. Ko'p pensionerlar internetdan foydalana olmaydi. Ariza yozishga qiynaladi, idoraga borishdan uyaladi yoki baribir foydasi yo'q deb o'ylaydi. Men farzandlarga alohida murojaat qilaman. Ota-onangizning pensiya hujjatlarini bir marta tekshirib bering. Ularning mehnat daftarchasini rasmga oling. Ish joylarini ro'yxat qiling. Pensiya bo'limidan hisob-kitob so'rang. Bir necha soatlik harakatingiz ota-onangizga har oy qo'shimcha daromad olib kelishi mumkin. 10-qadam, har bir to'lovni nazorat qiling. Pensiya oshirilgan oyda qancha qo'shildi? Qayta hisoblashdan keyin qancha bo'ldi? Bank kartaga qancha tushdi? Naqd olsangiz kvitansiya bormi? Bularni yozib boring. Ayniqsa qayta hisoblashdan keyin bir martalik farq summasi tushishi mumkin. Bu pul qaysi davr uchun qanday hisoblanganini so'rang. Siz o'z pulingizni nazorat qilishga to'liq haqlisiz. Yana bir amaliy misol aytaman. Dilbar opa 2016 yilda pensiyaga chiqqan. Pensiyasi past bo'lgani uchun mening stajim yetarli emas ekan deb o'ylagan. Farzandi mehnat daftarchasini tekshirsa, 1993-1992 yillardagi tikuv sexida ishlagan davri pensiya ishiga kiritilmaganini ko'radi. Arxivdan ma'lumotnoma olinadi. Unda ishga qabul qilish va bo'shatish buyruqlari tasdiqlanadi. Qayta hisoblashdan keyin pensiya oshadi. Agar kam to'langan farq qonun bo'yicha to'lanadigan bo'lsa, Dilbar opaga bir martalik summa ham olishi mumkin. Bu yerda mo'jiza yo'q. Faqat hujjat topildi, ariza berildi, hisob qayta ko'rildi. Yana bir misol. Rustam aka pensiyaga chiqqandan keyin 6 yil qorovul bo'lib ishlagan. Ish beruvchi rasmiy oylik to'lagan, soliqlar va majburiy to'lovlar hisobotda ko'rsatilgan. Lekin Rustam aka hech qachon pensiyasini qayta hisoblatmagan. U pensiya jamg'armasiga murojaat qilib, pensiyadan keyingi mehnat faoliyati va rasmiy daromadlar hisobga olingan-olinmaganini tekshirtiradi. Ma'lum bo'ladiki, bir necha yil bo'yicha ma'lumotlar bazada bor. Lekin qayta hisoblash arizasi bo'lmagan. Natijada pensiya oshishi mumkin. Bu ham ko'p uchraydigan holat. Eng muhim qoida shuki, pensiya masalasida taxmin bilan yurmaslik kerak. Qo'shnimniki oshibdi, meniki nega oshmadi? degan savolga javob topish uchun siz qo'shnining emas, o'zingizning pensiya ishingizni ko'rishingiz kerak. Har bir odamning staji, ish haqi, ustamasi, imtiyozi, oilaviy holati, pensiya turi har xil. Bugun men sizga pensiya indeksatsiyasi oddiy oshirish emasligini, agar dastlabki hisobda xato bo'lsa, odam yillar davomida kam pul olishi mumkinligini tushuntirdim. Eng ko'p xatolar ish staji tushib qolishi. Ish haqi ma'lumotlari noto'g'ri olinishi, arxiv hujjatlari yetishmasligi, familiya yoki sana xatolari, pensiyadan keyin ishlagan davr hisobga olinmasligi va qayta hisoblash uchun ariza berilmasligi sababli yuzaga keladi. Mening asosiy maslahatim: pensiyangizni albatta tekshirtiring. Pensiya jamg'armasidan yozma hisob-kitob so'rang. Mehnat daftarchangizni solishtiring. Arxiv hujjatlarini yig'ing. Qayta hisoblash bo'yicha ariza bering va javobni yozma oling. Agar haqiqatan kam to'langan summa aniqlansa, qonunchilikda belgilangan tartibda pulingizni qaytarib olish imkoniyati bor. Agar sizda shunga o'xshash holat bo'lgan bo'lsa, izohlarda yozing. Pensiyangiz qayta hisoblandi, stajingiz tushib qolganmi? Pul qaytarib berishdimi yoki rad javobi oldingizmi? Sizning tajribangiz boshqa odamlarga yordam beradi.
Videoni foydali deb bilsangiz, like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Men esa keyingi videolarda pensiya, nafaqa, imtiyoz va davlat to'lovlari bo'yicha eng mutilda tushuntirishda davom etaman.